如果遇到难题，我们会来帮助你。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会当起帮忙。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级聪明、超级厉害、超级神奇的怪物数学小分队。G'alati maqtuqlarning kaltak top musobaqasi. Kaltis, Govo, topni yana kirgizib Markes, bu topni faqat to'syamayapman. Qaraganda sen kichik bo'lg'ashqa, varta sana bek cho'ng bo'lib qopti. Yoki bo'lmasa, o'zimni ichkiga gov qo'yasam, birisiga qaraganda yaxshiroq bo'ladi-ku deyman. Endi topni kirgizamaysan, Markes. Yanıla bir govu, ikki govu qaraganda yaxshiroq-ku. Chiqroq ekran doim govuni qo'rqitib yetadi. Chiqroq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maqtuq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maqtuq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maqtuq matematika paydo bo'ladi. Bu aql g'alati maxluq ekan. Yaxshimizlar g'alati maqtuq matematika atirdilar. G'alati maqtuq. Sizga qanday yordamimiz kerak? Bugun biz ko'chada kaltak top o'ynamoqchi bo'lgan esinglardimi, ammo? Albatta esimizda bor. Biz to'xtamay mashq qilyapmiz. Nayt yaxshi eslardan so'ramoqchi bo'lgan savolim bor edi. Tortilmay so'rang, axlat g'alati maqtuqi. Men guruhga qanday ayirishni bilmadim, Ansirmang axlat g'alati maxluqi. G'alati maxluq matematika atirdiga masalamizni hal qilib berdi. Bak yaxshi oldu. Asal turib ko'rishaylarmiz. Kaltak top o'yinining a'zolarini qanday qilib guruhga ayiralaymiz? Biz cho'qim g'alati maxluq matematika o'qimida payini balqa olaymiz. G'alati maqtuq matematika hukmi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maqtuq matematika hukmi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maqtuq matematika atirdiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamiz, labak yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartma so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rganishimizga yordam berdi. Raqamli maqtuq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askartma so'zi bo'lsa, ayirish. Kelar qatim raqamli maqtuqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maqtuq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangla. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Ayirish. Hozir demaysan Govo, kelar qatim raqamli maqtuqni ko'rganda andinligin. Men bekdet. G'alati maqtuq matematika atirtirkilar, kaltak top o'yinini o'yin qilib boraylik. Tinchlikmi axlat g'alati maqtuqi? Biz birlikda g'alati maqtuq kaltak top o'yinini o'ynaylik. Aldi bilan guruhga qanday ayirishni o'ylashib olaylik. To'g'ri, unutib qoptiman. Men qarab boqay. Hozir bu yerda 1, 2, 3, 4 g'alati maqtuq bor ekanmiz. Shunga biz 4 guruhga bo'linaylik. To'g'ri. Men Govo guruhi bo'lay. Lili guruhi. Max guruhi. Axlat g'alati maxluq guruhi. Ko'pchilik, sizlar g'alati maxluq kaltak topni o'ynashga tayyor bo'ldinglarmi? Tayyor bo'ldim. Tayyor bo'ldim. Bo'ldi. Demakchi tayyor bo'ldim. Axlatchiligimning ichida to'p emasmi? Bu emas. Bu emas. Bu emas. Topdim. G'alati maxluq to'pi. Men ko'chada o'ynagan kaltak top o'yinini pek yaxshi ko'raman. Men o'ray. Uranmadim. Lili topni kirgizyapti. Men bir numaraga erishdim. Biroq, u mening vartarimda. Unda emas. Sening vartaring. Amisa, mening vartayim-chu. Biz 4 guruhdan, biroq vartash ki. Ko'pchilik vaqtincha to'xtaylik. Bundaq bo'lsa bo'lmaydi. Har bir guruhning vartasi bo'lishi kerak. Biroq 2 varta bor. Undaqda biz 2 guruh bo'lsak bo'ladi. 4 guruh a'zolari, 2 varta. Biz qanday qilishimiz kerak? Sizlar raqamli g'alati maqtuqni ko'rdinglarmi?
Demek biz birlikte g'alati maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Ayrish, ko'pchilik tayyorlig'ini putdimi? Undaqda biz birlikte deymiz. Men 3 kishi sanayman. 1, 2, 3. Ayrish. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematika ko'rsash ekrani keldi. 6 g'alati maxluq arg'amchi tartish musobaqasi qilmoqchi. Ular 2 guruhga bo'linsa, anda musobaqa olib boralaydi. Har bir guruhda qancha g'alati maxluq bo'lishi kerak? Ularni bilishimiz uchun ularni guruhga ayirishimiz kerak. Ularni 2 guruhga ayirish uchun munda qilamiz. Birinchi g'alati maxluq so'l tarafga boradi. Ikkinchi g'alati maxluq o'ng tarafga boradi. Keyingisi so'l tarafga boradi. Uning keyingisi o'ng tarafga boradi. Uning keyingisi so'l tarafga boradi. Eng oxirgisi o'ng tarafga boradi. So'l tarafda 3 g'alati maxluq bor. O'ng tarafdami 3 g'alati maxluq bor. 2 guruhdagi odam soni teng bo'ldi. Endi musobaqani boshlasak bo'ladi. Rahmat sana matematika ko'rsash ekrani. Biz odamlarni 2 guruhga ayirish usulini bilib oldik. Ayrish bo'lsa matematik so'zi bo'lgandan keyin biz birlikte matematik bilimlaridan foydalanaylik. Oy! Biz qanday qilsak 2 guruhga ayrilgan bo'lamiz. Men qarab baqay. Hozir biz 4 odam. 1, 2, 3, 4. 2 guruhga ayrilish uchun har bir guruhga qancha odam bo'linsa bo'ladi? Bo'ladi. Biz matematik ko'rsatish ekranida ko'rsatilgan usul bo'yicha guruhga ayraylik. Men bir siziq sizay. Birinchi guruhdagi odam bu tarafda tursin. Men baray. Men birinchi guruh a'zosimi? Bo'ladi. Endi ikkinchi guruhdagi odam bu yerda tursin. Men baray. Men ikkinchi guruhga asos bo'lay. Nayt yaxshi. Menga keldi. Men o yerda turay. Men go'lan birinchi guruh bo'lay. Biz birinchi guruhga. Birinchi guruhga g'ayrat qilaylik. Navbat men katta-da. Men bu yerda turay. Lili, siz bilan bir guruh bo'lay. Va, biz ikkinchi guruhga. Biz qilaoldik. Biz 2 guruhga ayrildik. Odam soni teng bu sanab baqaylik. 1, 2. Birinchi guruhda 2 odam bor. 1, 2. Ikkinchi guruhda 2 odam bor. 2 guruhdagi odam soni teng. Qatis bo'ldi. O'yinni boshlaylik. Menimcha g'alati vaqtli kaltak to'pim o'ynashga tayyor bo'lgandek turdi. Men qaytirib ber. Men uray. G'alati vaqtli kaltak to'p o'yini haqiqatan bir qiziqarliga. Bir top kirgizdik. Bu mening kaltak top tayiqim. Bir numar yaxshi kirgizdingiz, axlat g'alati maxluqi. Hey, nimada qaran churin qilasizlar? Beshimni og'irtib, kayfiyatimni uchirib qo'ydinglar. Cho'smijaz Chango apandi kelibdi. Cho'smijaz Chango apandi doim terikib yuriydi. Hey, sizlarcha Cho'smijaz Chango apandimi? Biz bilan birga kaltak to'p o'yini o'ynasa qanday qaraysizlar? Harakat qilsam, teg'im tarsa olishib ketaman. Biroq siz mushundaq yurishni yaxshi ko'radigan tursangiz, Cho'smijaz Chango apandi. To'g'ri. Menmi yaxshi ko'raman. Ma'qul. Amsi menmi o'ynay? Bizning guruhimiz qo'shilsangiz bo'ladi. To'xtanglar, bunda qilsak 2 guruhdagi odam soni teng bo'lmay qoladi. Sizlar uchun odam soni teng bo'lamdi? Sanab baqaylik. 1, 2, 3. Birinchi guruhda 3 odam bor. 1, 2. Ikkinchi guruhda 2 odam bor. Odam soni teng emas. Birinchi guruhda 3 odam bor. Biroq ikkinchi guruhda 2 odam bor. Bunda bo'lsa adil bo'lmaydi. Undaq emas-da, bo'ladi. Buningmi cho'qim amali bo'ladi. Amal topsaq birlikda o'ynay olamiz. Biroq qanday qilamiz? Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Ayrish. Men 3 kishi sanayman. Boshlanglar. 1, 2, 3. Ayrish. Tezroq, biz matematika ko'rsatish ekranini qarab baqaylik. 2 g'alati maxluq bolalarining orasida tuxumchilik cho'ngliqda lay bor. Lay o'ynaydigan vaqtmi bo'lib qoldi. Birinchi g'alati maxluq layni ilib o'ynadi. Ikkinchi g'alati maxluqning shundoq o'ynag'isi keldi. Shuning bilan bu 2 g'alati maxluqlari talashishga boshladi. Talashaverib layni 2 ga bo'lib o'tdi.
Layni ikkiga bo'lib o'tgandan xushal bo'lishib ketdi. Hozir ikkilisida o'xshash cho'nliqdilayba. Ular tang o'ynalaydiganligidan bakli shatlandi. Rahmat sana g'alati maxluq matematik ko'rsash ekrani. Menimcha matematik ko'rsash ekrani bizga ma'lum narsani ikkiga bo'linadi dedimikin. Biroq biz nimani ikkiga bo'lib, ikki guruhdagi odam sonini tang qilamiz? To'xtanglar, men qanday qilishni bildim. Govo, biz g'alati maxluq matematik tajribaxonasida nima ish yuz berganligi esingda bormi? Esimda. Amasa yana bir qatim kelaylik. Men bildim. İki tal govo bo'laman. Bir govo ikinci guruhga qo'shilsin. Yana bir govo birinchi guruhga qo'shilsin. Hozir ikki guruhdagi odam soni tang bo'ldimi? Qancha odam borligini yana bir sanab boqaylik. Birinchi guruhda 1, 2, 3 g'alati maxluq bor. Amsa bu guruhda 1, 2, 3, 3 bor. Bak yaxshi oldu. Grup a'zolari tang nisbatda ikkiga ayrildi. Biz birlikda kaltak top o'yini o'ynaylik. Oy! Bu top meningki, men bu yerda, mangda. Men top kirgizay. Yaxshi kirgizdingiz. Onda bir qirishdi. Yaxshi qildinglar. Matematika atirtidiklar. Biz odamlarni guruhga tang ayirib, kaltak top o'yinini yaxshi o'ynay oldik. Biz ayrishga munosabatli bilimni o'rgandik. Shunga albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish yordaylik. Hamsi 3 sanayman. 1, 2, 3. Oy! Biz matematika bilimini g'alati qilib ishlatdik.